Senin devamını hürmetli vatandaş. Demek ben yani Prezident Joe Biden hükümetke rehberlik qilib, kuchni merkezleştirip, haqiqiy düşman Jungoga qarshi turishning bir qismida Afg'onistonda askar chekindirish. Davomi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın katibi Antonio Guterres yakshanba kuni Amerika Jungo ishki davlatning yoshirin so'g'oq munosabatlar urushi munosabatlaridan saqlanishga haydakchilik qildi. Va Amerika Jungo ishki davlatning to'liq iqtidorini yo'qotib qo'ygan munosabatlarni asliga keltirishini talab qildi. Aqsaroyning axborot katibi Pisaki haftaning birinchi kuni mundaq ko'rsatdi. İki devlet munosabatini mundaq tasvirlashga qo'shilmayman. U mundaq dedi: Prezident Joe Biden bilan Jungoning raisi Xi Jinping o'tgan hafta 90 minut telefonda suhbatlashganda talash tortishni yuqori o'rlatmay oq ko'ngillik bilan suhbatlashdi. Bayonotchi Pisaki mundaq ko'rsatdi. Ko'pchilikka ma'lumki, Prezident Joe Biden Hatta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida nutq so'zlaydi. Aniq qilib shundoq ko'rsatdiki, Prezident Joe Biden dunyoda har qanday bir davlat bilan so'g'oq munosabatlar urushi elib bormaydiganligini aniq o'ttirg'a qo'ydi. Prezident Joe Biden hukumatining yuqori darajalik bu amaldori yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden haftaning ikkinchi kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida so'zlaydigan nutqida mushu masalalar ustida to'xtaldi. Bayonotchi Pisaki mundaq ko'rsatdi. Nutq mundaq bir tashabbusni davr qiladi. Ya'ni biz hozir 20 yillik urushni oxirlashtirdik. Şundaqla nait zich ve icil diplomatiya siyasi yolunu açtık. Dostlarımızla ittifaklaştırıp hemkarlık ve organlar arkalık devrimizdeki mühim hırsları yani jokumluk virüs, kelimat özgürlüğü, yeni pen teknika, sode ticaret ve iktisadi prensip ve belgelemeler, hıyanetçilikten hali ve yukarı ölçemlik pakiz asası kuruluşqa mablag' selish, zamonaviylashan terrorizmga qarshi turish va cho'ng davlatlararo raqobatning faolligi, lekin yangi so'g'oq munosabatlar urushi emas. Demak, shu qatorliq xiristlarga qarshi turamiz. Hurmatli bayonotchi Aqsaroyning bayonotchisi Pisaki xonim bunun içinde kişilik hukuk degan bir cümlesi tushib qapti-ku. Pisaki xonim. Prezident Joe Biden mushu hafta keyinroq yangi yuqumliq virus to'g'risida elchiladigan yuqori darajalik uchrashuvga riyosatchilik qiladi. Hamda Hindistonning vaziri Modi ve Yaponiyaning vaziri Gayvi bilan ko'rishdi. Bu ishga rahbar to'rt taraf bexatarlik suhbati punktisining a'zolaridir. Bu ko'rishish yana Avstraliya suhbat punktisi, yani Jungoning kun sayin o'sayotgan ta'siriga qarshi turish punktisining o'z ichiga oladi.